Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. 10 avgustdan minimal pensiya 73-74 so'm bo'ladi degan gaplar odamlar orasida tarqalmoqda. Bu gapni eshitgan pensioner ham, hali pensiyaga chiqmagan fuqaro ham, ota-onasining pensiyasini hisoblatmoqchi bo'lgan farzand ham xavotirga tushishi tabiiy. Chunki pensiya masalasi har bir oilaning budjetiga bevosita ta'sir qiladi. Men bu videoda bu raqam nimani anglatishi mumkinligini, minimal pensiya aslida qanday belgilanadi, kimlarga ta'sir qilishi va odamlar qaysi xatolarga aldanmasligi kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Agar siz pensiya, nafaqa, ish staji, indeksatsiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha aniq va tushunarli ma'lumot olishni istasangiz, hoziroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilmagan odam pulidan, huquqidan yoki imkoniyatidan ayrilib qolishi mumkin. Avvalo eng muhim narsani aytaman. Pensiya masalasida bitta raqamni eshitib, darhol xulosa chiqarish katta xato. 774 so'm degan raqam o'z-o'zidan oylik minimal pensiya shuncha bo'lib qoldi degani emas. Agar kimdir minimal pensiya endi 774 so'm desa, siz birinchi savolni berishingiz kerak. Bu qaysi to'lov, qaysi hujjatda yozilgan? Bu kunlik hisobmi? Qo'shimcha to'lovmi? Indeksatsiya farqimi? Bazaviy miqdormi yoki umuman noto'g'ri tarqalgan xabarmi? Oldin pensiya tizimida ham, hozir ham asosiy qoida shuki, pensiya miqdori fuqaroning ish staji, rasmiy daromadi, sug'urta badallari, pensiya turi va davlat tomonidan belgilangan eng kam miqdorlar asosida hisoblanadi. Ya'ni hamma odam bir xil pensiya olmaydi. Kimdir 30-35 yil rasmiy ishlagan, maoshi yuqori bo'lgan, barcha davrlar hujjat bilan tasdiqlangan. Kimdir esa umrining katta qismini norasmiy ishlagan, mehnat daftarchasida yozuvlar kam, arxiv hujjatlari yo'qolgan yoki ish beruvchi badallarni to'lamagan. Shuning uchun pensiya hisobida farq juda katta bo'lishi mumkin. Hozirgi o'zgarishlar haqida gapirganda esa men doim ikki narsani ajratib tushuntiraman. Birinchisi, pensiya va nafaqalar oshirilishi bo'yicha prezident farmoni yoki hukumat qarori bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, ayrim hisob-kitoblarda ishlatilgan koeffitsient, bazaviy miqdor, qo'shimcha ustama yoki bir kunlik farq sifatida kichik raqamlar ko'rinishi mumkin. Oddiy odam esa buni ko'rib, mening pensiyam 774 so'm bo'lib qolar ekan yoki minimal pensiya atigi 774 so'm ekan deb noto'g'ri tushunishi mumkin. Men bugun aynan shu chalkashlikni yechib beraman. Asosiy qism 1. Nimani bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Birinchi navbatda minimal pensiya deganda nimani tushunamiz? Minimal pensiya bu davlat tomonidan belgilangan eng past kafolatlangan miqdor bo'lib, fuqaro shartlarga javob bersa, uning pensiyasi shu darajadan past bo'lib qolmasligi kerak. Lekin bu hamma uchun bir xil ishlamaydi. Yoshga do'yur pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kam ta'minlangan oilalarga yordam, parvarish puli, bularning har biri boshqa tushuncha. Ko'p odamlar pensiya deb hammasini bitta nom bilan ataydi. Ammo hisob-kitobda farq katta. Masalan, birinchi holatni olaylik. Ahmad ota 35 yoshda 37 yil rasmiy ish stajiga ega. U zavodda, keyin kommunal tashkilotda ishlagan. Ish haqi o'rtacha bo'lgan, lekin mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'liq, arxiv ma'lumotlari bor. Bunday odamning pensiyasi hisoblanganda uning staji ham, ish haqi ham inobatga olinadi. Agar davlat pensiyalarni oshirsa, Ahmad otaning pensiyasi ham belgilangan tartibda oshadi. Bunday odam 774 so'm degan gapdan qo'rqmasligi kerak. Chunki uning pensiyasi birdan shuncha bo'lib qolmaydi. Aksincha, agar farmonda oshirish belgilansa, u amaldagi pensiyasiga foiz yoki belgilangan mexanizm bo'yicha qo'shimcha olishi mumkin. Ikkinchi holat. Zaynab opa 28 yoshda pensiyaga chiqmoqchi. U 20 yil uyda farzand tarbiyalagan, keyin bozorda norasmiy ishlagan. Oxirgi 8 yil rasmiy ishga kirgan. Uning mehnat staji to'liq tasdiqlanmagan. Mana shu holatda asosiy xavf shundaki, odam o'zining real mehnatini isbotlay olmaydi. Pensiya organi og'zaki gapga qarab pul so'ramaydi, hujjat so'raydi. Mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma, arxivdan tasdiq, buyruqlar nusxasi, diplom, harbiy xizmat hujjati, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi va boshqa asoslar. Zaynab opa uchun eng muhim masala 774 so'm emas, balki stajni qanday tasdiqlash. Chunki staj qancha yaxshi tasdiqlansa, pensiya shuncha to'g'ri hisoblanadi. 3-misol. Rustam aka 12 yoshda, lekin 11 yil chet elda ishlagan. U pul topgan, oilasini boqqan. Lekin O'zbekistonda rasmiy sug'urta to'lovlari uzluksiz bo'lmagan. Bunday holatda pensiya hisobida muammo chiqishi mumkin.
Agar xorijdagi ish davri ikki davlat o'rtasidagi kelishuvlar, rasmiy hujjatlar yoki tegishli tasdiqlar bilan tan olinsa, u inobatga olinishi mumkin. Aks holda men falon davlatda ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Demak, Rustam aka ham birinchi navbatda hujjat yig'ishi kerak. 4-misol. Malika opa boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. U erining vafotidan keyin farzandlari uchun pensiya rasmiylashtirgan. Bunday holatda to'lov miqdori vafot etgan boquvchining staji va daromadiga, farzandlar soniga va qonundagi mezonlarga bog'liq bo'ladi. Agar davlat minimal kafolatlarni oshirsa, bu toifadagi fuqarolarga ham ta'sir qilishi mumkin. Lekin yana aytaman, bitta 774 so'm degan raqam butun oylik to'lovni anglatmaydi. Endi kim xavotir olishi kerak degan savolga aniq javob beraman. Birinchidan, pensiyaga chiqish arafasida turgan, lekin mehnat daftarchasida uzilishlar bo'lganlar xavotir olish kerak. Ikkinchidan, oldingi korxonasi tugatilgan, arxivi qayerdaligini bilmaydiganlar hozirdan harakat qilish kerak. Uchinchidan, norasmiy ishlagan davrlarni pensiyaga qo'shtiraman deb o'ylayotganlar masalani oldindan tekshirtirishi kerak. To'rtinchidan, pensiyasi juda kam chiqqan va shunday bo'lsa kerak deb yurib qolganlar qayta hisob kitob uchun murojaat qilish kerak. Chunki ayrim hollarda hujjat yetishmagani uchun pensiya past hisoblangan bo'lishi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak? Pensiyasi rasmiy tayinlangan, barcha hujjatlar joyida, to'lovlarni muntazam olayotgan fuqarolar vahimaga tushmasin. Agar qo'lni oshirish bo'lsa, odatda pensiya jamg'armasi tizimida avtomatik qayta hisoblanadi. Har bir pensioner alohida yugurib borib ariza yozish shart bo'lmagan holatlar ham ko'p. Lekin shunga qaramay, men pensionerlarga o'z to'lovlarini tekshirib borishni maslahat beraman. Chunki xato ham, kechikish ham, noto'g'ri tushunish ham hayotda uchrab turadi. Endi eng ko'p uchraydigan tuzoqlarga to'xtalaman. Birinchi tuzoq, hamma pensiya bir kunda oshadi va hamma bir xil miqdor oladi degan fikr. Yo'q, bunday emas. O'zgartirish qachondan kuchga kirishi, qaysi toifalarga tegishli bo'lishi, qayta hisoblash mexanizmi hujjatda aniq yoziladi. Ba'zan to'lov keyingi oyda farqi bilan beriladi. Masalan, farmon 15 avgustdan kuchga kirsa, amaliy to'lov sentabr oyida yoki keyingi to'lov davrida farqi bilan aks etishi mumkin. Shuning uchun 15 avgust bo'ldi. Nega bugun kartamga tushmadi deb xulosa qilish to'g'ri emas. Ikkinchi tuzoq, internetdagi sarlavhalarga aldanish. Mislsiz saxiylik, minimal pensiya 774 so'm, hamma pul oladi. Bugun ariza yozmaganlar kuydi kabi sarlavhalar ko'pincha odamni videoni ochishga majbur qilish uchun ishlatiladi. Men sizga mutaxassis sifatida aytaman, pensiya bo'yicha ishonchli manba bu rasmiy hujjat, pensiya jamg'armasi axboroti. MyKoykup.uz, Lexuz va tegishli davlat organlarining rasmiy e'lonlaridir. Telegramdagi noma'lum kanal montaj qilingan rasm, eski farmon skrinshoti yoki kontekstdan uzib olingan raqamga ishonib bo'lmaydi. Uchinchi nozik jihat, minimal pensiya bilan yoshga doir nafaqani aralashtirish. Pensiya olish uchun odatda zarur ish staji talab qilinadi. Agar odamda yetarli staj bo'lmasa, u pensiya emas. Boshqa turdagi ijtimoiy nafaqa olishi mumkin. Bu nafaqaning miqdori, tayinlash sharti va hujjatlari boshqacha. Shuning uchun qo'shningiz men falon miqdor oldim desa, siz ham aynan shuni olasiz degani emas. Uning staji boshqa. Oilaviy holati boshqa, hujjatlari boshqa, to'lov turi boshqa bo'lishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat ish stajidagi uzilishlar. Masalan, odam 1995 yildan 2005 yilgacha bir korxonada ishlagan. Lekin mehnat daftarchasida kirgan sanasi bor, chiqqan sanasi yo'q, yoki muhr aniq ko'rinmaydi, yoki korxona nomi o'zgargan, lekin qayta tashkil etilganini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Pensiya organi bunday joyda qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Odam esa men ishlaganman-ku deb ranjiydi. Men tushunaman, bu og'ir. Lekin davlat to'lov hujjat asosida beriladi. Shuning uchun har bir davrni isbotlash juda muhim. 5-nozik jihat, ish haqi ma'lumotnomasi. Pensiya miqdorida ish haqi muhim rol o'ynashi mumkin. Ayrim fuqarolarda staj bor, lekin ish haqi bo'yicha ma'lumot to'liq emas. Natijada pensiya pastroq chiqadi. Masalan, bir kishi 2 yil ishlagan, lekin yuqori maosh olgan yillar arxidan topilmagan. U faqat umumiy ma'lumot asosida hisoblangan. Keyin arxidan aniq maosh ma'lumotnomasi topilsa, qayta hisoblash orqali pensiya oshishi mumkin. Shu sababli pensiyam kam chiqdi degan odamlar birinchi navbatda qaysi yillar hisobga olinganini tekshirtirishi kerak. 6-tuzoq, pul chiqarib beraman deydigan vositachilar. Men ko'p marta eshitganman. Kimdir pensionerga menga pul bering,
pensiyangizni oshirib beraman deydi. Bu juda xavfli. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida hisoblanadi. Agar sizda hujjat bo'lsa, o'zingiz ham murojaat qilishingiz mumkin. Agar hujjat bo'lmasa, vositachi ham mo'jiza qilmaydi. Eng yomoni, firibgarlar sizning pasport ma'lumotlaringiz, bank kartangiz, SMS kodingiz yoki elektron imzo ma'lumotlaringizni olib zarar yetkazishi mumkin. Hech qachon SMS kodni, karta parolini, elektron imzo kalitini begona odamga bermang. 7-jihat. Pensiya oshirilganda barcha qo'shimcha to'lovlar bir xil oshmasligi mumkin. Ba'zi to'lovlar bazaviy miqdorga bog'langan, ba'zilari alohida belgilanadi. Ba'zilari faqat ma'lum toifalarga beriladi. Masalan, urush qatnashchilari, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz pensionerlar, parvarishga muhtojlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun qo'shimcha mexanizmlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir fuqaroning holati alohida ko'riladi. 8-jihat 700-700 so'm kabi kichik raqamlar ba'zan farq yoki kunlik hisobda paydo bo'lishi mumkin. Masalan, biror oylik oshirish 18 sanadan boshlab kuchga kirsa, to'liq oy emas, faqat qolgan kunlar uchun farq hisoblanadi. Shunda kimningdir qo'shimcha farqi kichik ko'rinishi mumkin. Yoki biror koeffitsient natijasida ayrim qo'shimcha miqdor bir necha ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin bu oylik minimal pensiya degani emas. Shu sababli raqamning manbasini bilmay turib vahima qilish yaramaydi. Endi eng kerakli qismiga o'tamiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz pensiya oladigan bo'lsa, birinchi qadam to'lovingiz turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni bilmasdan turib hech qanday xulosa qilmang. Turni pensiya jamg'armasi bo'limidan MyBokoGov.uz orqali yoki rasmiy ma'lumotnomalardan tekshirishingiz mumkin. Ikkinchi qadam pensiya tayinlash hujjatlaringizni tartibga keltiring. Men quyidagi hujjatlarni alohida pappaga solib qo'yishni tavsiya qilaman. Pasport yoki ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik belgilangan bo'lsa tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. 3-qadam pensiyangiz qanday hisoblanganini so'rang. Bu juda muhim. Ko'pchilik odamlar davlat o'zi biladi deb yuradi. Albatta, tizim bor, mutaxassislar bor. Lekin siz o'z huquqingizni bilishingiz kerak. Pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, mening pensiyam qaysi staj va qaysi ish haqi davri asosida hisoblangan, qaysi davrlar inobatga olinmagan, qaysi hujjat yetishmayapti deb yozma yoki og'zaki so'rashingiz mumkin. Agar javob noaniq bo'lsa, yozma ariza bering. Yozma arizada familiya, ism, sharifingizni, yashash manzilingizni, telefon raqamingizni. Pensiya turi va murojaat mazmuni aniq yozing. 4-qadam arxivlarni tekshiring. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan korxona boshqa nom bilan qayta tashkil etilgan bo'ladi. Misol uchun, sobiq kolxoz shirkatga, keyin fermer xo'jaligiga, keyin boshqa tashkilotga aylangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda arxiv izlash vaqt oladi. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan bir oy oldin emas, kamida bir yil oldin tayyorgarlik boshlash yaxshi. 5-qadam, agar pensiyangiz kam chiqqan deb hisoblasangiz, qayta hisoblashni so'rang. Qayta hisoblash uchun yangi hujjat asos bo'lishi kerak. Masalan, avval hisobga olinmagan ish staji topildi, ish haqi ma'lumotnomasi aniqlandi. Familiya o'zgarishi tufayli bog'lanmay qolgan hujjat tasdiqlandi yoki sud orqali ish davri isbotlandi. Shunchaki menga kam berilyapti deyish yetarli emas. Siz mana bu davrim inobatga olinmagan, mana tasdiqlovchi hujjat deyishingiz kerak. 6-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Men sizga shuni maslahat beraman. Har bir pensiya o'shishi haqida eshitganingizda avval rasmiy hujjatni qidiring. Lex. Uz saytida farmon yoki qaror bormi? Pensiya jamg'armasi rasmiy sahifasida izoh berildimi? Mahalla yoki bank xodimi nima deyapti? Agar uchta manba bir-birini tasdiqlasa, ma'lumotga ishonch ortadi. Agar faqat bitta noma'lum kanal shov-shuv qilayotgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. 7-qadam, bank kartangiz va shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiling. Pensiya tushadigan kartaga alohida e'tibor bering. Pensiya oshdi. Tasdiqlash uchun kod ayting. Ariza yuborish uchun kartangiz raqami va SMS kod kerak. Pulni tezlashtirib beramiz degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Davlat organlari sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa,
Darhol o'zing va yaqinlaringizga ayting. 8-qadam. Agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, rasmiy ishlashga harakat qiling. Bugun norasmiy ishda ko'proq pul olayotgandek tuyulishi mumkin. Lekin ertaga pensiya hisobida bu sizga zarar bo'ladi. Ish beruvchingiz sizni rasmiy ro'yxatdan o'tkazganmi? Mehnat shartnomasi bormi, soliq va ijtimoiy to'lovlar yuritilyaptimi? Bularni tekshiring. Ayniqsa yoshlar pensiyagacha hali uzoq deb o'ylaydi. Lekin pensiya bir kunda shaxlanmaydi. U 20-30 yillik rasmiy mehnat natijasida yig'iladi. 9-qadam, oiladagi keksalarga yordam bering. Ko'p ota-onalar hujjat, ariza, elektron xizmatlar, bank kartasi, SMS kabi masalalarda qiynaladi. Farzandlar ularga yordam berish kerak. Lekin yordam berishda ham ehtiyot bo'ling. Hujjatlarni yo'qotmang, asl nusxalarini begonalarga bermang. Har bir topshirilgan arizadan nusxa yoki qabul qilinganligi haqida tasdiq oling. 10-qadam, agar rad javob olsangiz, taslim bo'lmang. Rad javobida sabab yozilishi kerak. Sababni o'qing. Agar hujjat yetishmasa, hujjat toping. Agar qonuniy asos yo'q deyilsa, mutaxassis bilan maslahatlashing. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi bo'limiga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Lekin har bir bosqichda hujjat va dalil muhim. Endi Umrahal Avgustdan nima bo'ladi degan savolga yana bir bor aniqlik kiritaman. Agar biror o'zgarish aynan Umrahal Avgustdan kuchga kirsa, u rasmiy hujjatda ko'rsatiladi. To'lovlar esa hisob-kitob tartibiga qarab amalga oshiriladi. Kimdadir farq keyingi oyda tushishi mumkin, kimdadir avtomatik qayta hisoblanadi, kimdadir to'lov turi bu o'zgarishga kirmasligi mumkin. Shuning uchun qo'shningizga qarab emas, o'zingizning pensiya ishingizga qarab baho bering. 774 so'm masalasida esa men ekspert sifatida shuni aytaman. Bu raqamni ko'rganingizda darhol minimal pensiya shuncha bo'lib qolibdi deb ishonmang. Oylik pensiya, minimal kafolat, indeksatsiya farqi, kunlik hisob, qo'shimcha ustama va ijtimoiy nafaqa bular alohida narsalar. Agar manba aniq bo'lmasa, bu raqam faqat odamlarni chalg'itadigan sarlavha bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l rasmiy hujjatni tekshirish va o'z pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumot olish. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Pensiya masalasida shov-shuvli sarlavhaga emas, hujjatga, hisob-kitobga va o'z shaxsiy holatingizga qarash kerak. Minimal pensiya degan tushuncha bor, lekin 774 so'm degan raqamni oylik minimal pensiya deb qabul qilish noto'g'ri bo'lishi mumkin. Kimda staj, maosh, arxiv hujjati va to'lov turi bo'yicha muammo bo'lsa, hozirdan tekshirtirsin. Kimning pensiyasi tayinlangan va hujjatlari joyida bo'lsa, vahima qilmasin, lekin to'lovlarni nazorat qilib borsin. Agar sizning pensiyangiz kam chiqqan bo'lsa, qaysi davrlar hisobga olinganini so'rang. Agar hujjatingiz yetishmasa, arxivdan izlang. Agar internetda shubhali xabar ko'rsangiz, rasmiy manbadan tekshiring. Eng muhimi, firibgarlarga aldanmang va shaxsiy ma'lumotlaringizni hech kimga bermang. Siz bu mavzuda nima deb o'ylaysiz? 774 so'm degan xabarni siz ham eshitdingizmi? Pensiyangiz oshishi, qayta hisoblanishi yoki hujjat yig'ish bo'yicha tajribangiz bo'lsa, izohlarda yozing. Boshqa odamlar ham sizning tajribangizdan foyda olishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya haqidagi to'g'ri ma'lumot har bir oilaga kerak.